Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan akalarim, akalar. Hyundai Sonata mashinasi ekan, propanli uстановка qilib oldik. Hyundai Sonata 2026-yil yangi versiyasi. Motori dual bo'ladi, ham GDI ham MPI ishlaydi. Bu motorimizga dual injektor qo'ydik aka. Original zapchastlar bilan Yevropa gaz brendidan injektor qo'yib berdik. Nastroykalarni to'liq qilib berdik. Akamiz 95 ga 5 harakatlanadilar, 5% benzin rasxod qiladi, 95% gazda harakatlanadilar. Mashinamiz nastroykalarni qilib qo'ydik, tadqiq gazda ishlab turibdi. Yurish tortishlarda muammo yo'q. Filtratorlarni pastga qo'yib berdik. Akamiz mana mashinani tortish holati mana akalar. Idealni tortyapti. Siltashlar yo'q. Akamiz endi mazza qilib propanda yuradilar, pullarni ancha tejab oladilar. Akalar propan quydirib oladigan payti keldi, yiliga 30 million, 20 milliondan 30 milliongacha ekonom bo'ladi. Akalar minimum. Mana yurish tortishlarda muammo yo'q. Chakka ishlab turibdi apparat. Benzinga ko'p pul rasxod qilib yurgandan akalar propanni qo'yib olib mazza qilib ekonomichni yuradigan payti keldi. Kesalaring chiroyli nastroykalar qilib akalar ishlaringni hal qilib beramiz.